Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ishlovchi pensioner pensiyasini qanday oshirishi mumkin? Qachon qayta hisoblash talab qilinadi? Ariza qanday yoziladi? Va qaysi holatlarda odamlar o'zlariga tegishli pulni olmay yurishadi? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, ishlayotgan bu bobolarga va kadrlar bo'limida ishlaydiganlarga bevosita tegishli. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotgan bo'lsangiz yoki yaqin insoningiz ishlovchi pensioner bo'lsa, bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim hollarda pensiya miqdori o'z-o'zidan oshmaydi. Fuqaroning murojaat hujjati, ish staji va badallari to'g'ri aks etgani muhim bo'ladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda, misollar bilan qadam-qadam tushuntiraman. Ko'pchilik pensionerlar bitta narsani noto'g'ri tushunadi. Odam pensiyaga chiqdi, keyin ishlashda davom etdi. Demak, pensiyasi har oy avtomatik ravishda oshib boradi deb o'ylaydi. Amalda esa hamma narsa bunday oddiy emas. Pensiya tayinlanganda fuqaroning o'sha paytgacha bo'lgan ish staji, ish haqi, sug'urta badallari, pensiya hisoblash uchun zarur ma'lumotlari olinadi. Keyin fuqaro ishlashda davom etsa, bu yangi ishlagan davr ham keyinchalik pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin ta'sir qilishi uchun ma'lumotlar to'g'ri bazaga tushgan bo'lishi, ish beruvchi rasmiy ishlatgan bo'lishi, soliqlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar aks etgan bo'lishi. Ba'zi hollarda esa fuqaro pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Avvalgi tartiblarda ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ishlagani uchun o'zini alohida tekshirtirmagan. Kimdir ishxonada kadrlar bo'limi hammasini qiladi deb o'ylagan. Kimdir mahallaga bordim, shu yetadi deb o'ylagan. Kimdir esa umuman bilmagan. Men ishlab yuribman, davlat ko'rib turibdi-ku degan. Ammo elektron baza borligi ham, rasmiy ish borligi ham har doim ham sizning pensiyangiz to'g'ri qayta hisoblangan degani emas. Ayniqsa eski yillardagi ish staji, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv hujjatlari yo'qolgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, odamning pensiyasi aslida bo'lishi kerak bo'lgandan kam chiqishi mumkin. Endi vaziyat o'zgaryapti. Ko'plab jarayonlar elektronlashmoqda. Ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar soliq organlari, mehnat daftarchasi, yagona milliy mehnat tizimi, pensiya bazalari orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi. Lekin men sizga ochiq aytaman. Elektron tizim borligi fuqaroni butunlay beparvo bo'lishga haqli qilmaydi. Siz o'zingizni tekshirtirmasangiz, xatoni ko'rmasangiz, ariza bermasangiz, ayrim holatlarda pulingiz kechikishi yoki umuman hisobga olinmay qolishi mumkin. Birinchi muhim masala pensioner degani pensiya yoshiga yetib pensiya olayotgan. Lekin shu bilan birga mehnat shartnomasi asosida yoki boshqa rasmiy shaklda ishlayotgan shaxsdir. Masalan, 60 yoshdan oshgan erkak, 25 yoshdan oshgan ayol pensiyaga chiqqan, lekin maktabda qorovul, bog'chada hamshira, korxonada hisobchi, bozorda rasmiy yakka tartibdagi tadbirkor, firmada maslahatchi, klinikada vraq, zavodda usta bo'lib ishlayotgan bo'lishi mumkin. Agar ish rasmiy bo'lsa, ma'lumotlar tizimlarda aks etsa, kelajakda qayta hisoblash uchun asos paydo bo'ladi. Ikkinchi muhim masala, pensiyani oshirish faqat men ishlayapman degan gap bilan bo'lmaydi. Pensiya miqdori oshishiga bir nechta omil ta'sir qiladi. Birinchisi qo'shimcha ish staji. Ikkinchisi qo'shimcha daromad va undan to'langan tegishli to'lovlar. Uchinchisi oldin pensiya tayinlashda hisobga olinmagan davrlar yoki hujjatlar topilishi. To'rtinchisi qonunchilikdagi umumiy indeksatsiya, ya'ni barcha pensiyalar oshirilishi. Beshinchisi nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, ustama imtiyoz kabi alohida asoslar. Masalan, men amaliyotda ko'p uchrataman. Pensioner aka 2020 yilda pensiyaga chiqqan, keyin 2021-2022, 2023 yillarda ham korxonada ishlagan. U har oy ish haqi olgan, korxona soliq hisobotlarini topshirgan. Aka 2024 yilda kelib, pensiyam nega oshmadi deb so'raydi. Tekshirsak, ayrim davrlar bazada bor, ayrim davrlar kadrlar tizimida noto'g'ri ko'rsatilgan. Bir oyda ishga qabul qilish buyrug'i kiritilgan, lekin mehnat shartnomasi yakunlanmagan holatda turibdi, ish staji to'lib ko'rinmayapti. Bunday vaziyatda oddiy ariza va tasdiqlovchi hujjatlar bilan masalani hal qilish mumkin bo'ladi. Yana bir misol, opa pensiyaga chiqqandan keyin maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Ish haqi katta emas, lekin 3 yil rasmiy ishlagan. Opa o'ylaydi, mening oyligim kam edi, baribir pensiyamga ta'sir qilmaydi. Bu har doim to'g'ri emas. Ba'zida katta farq chiqmasligi mumkin.
Lekin ish staji qo'shilishi natijasida pensiya bazaviy hisob kitobida kichik bo'lsa ham oshish bo'ladi. Ba'zida esa oldin yetmagan staj to'lishi mumkin yoki minimal miqdor ustama, to'liqlik koeffitsiyenti kabi masalalarda farq beradi. Odamlar kam chiqadi deb tekshirtirmaydi. Natijada har oy F1000, B1000, BF1000 so'm farqini yillar davomida yo'qotadi. Bir oyda o'z ko'rgan pul bir yilda sezilarli summaga aylanadi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin kamida bir yil rasmiy ishlagan bo'lsangiz, albatta pensiyangizni qayta hisoblash imkoniyatini tekshirtiring. Ayniqsa sizning ish joyingizda ma'lumotlar elektron tizimga kech kiritilgan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, tashkilot tugatilgan bo'lsa, ish haqi naqd yoki aralash shaklda berilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizda yozuvlar eski usulda yuritilgan bo'lsa, siz uchun bu masala juda muhim. Agar pensiyaga chiqqandan keyin bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, yanada ehtiyot bo'ling. Masalan, bir pensioner avval maktabda qorovul, keyin xususiy firmada omborchi, keyin oilaviy korxonada maslahatchi bo'lib ishlagan. Har bir joydan alohida buyruq ishga kirgan va ishdan chiqqan sana ish haqi ma'lumoti to'g'ri aks etishi kerak. Bitta joydagi xato butun hisob kitobga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz yoki o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritgan bo'lsangiz, bu holat ham alohida tekshirilishi kerak. Chunki odamlar ko'pincha men patent bilan ishlaganman, men bozorda joy olganman, men soliq to'laganman deydi. Lekin pensiya hisobiga kirishi uchun aynan qaysi to'lovlar, qaysi davr, qaysi ro'yxatga olish shakli borligi muhim. Oddiygina kvitansiya bo'lishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Tizimdagi ma'lumot bilan mos kelish kerak. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, ish staji bo'yicha qayta hisoblash sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin bu sizda umuman oshish bo'lmaydi degani emas. Davlat tomonidan pensiyalar umumiy oshirilganda, ya'ni indeksatsiya bo'lganda, sizning pensiyangiz ham belgilangan tartibda oshadi. Bundan tashqari, oldin hisobga olinmagan eski ish staji topilsa, siz ishlamayotgan bo'lsangiz ham qayta hisoblash talab qilishingiz mumkin. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, masalan, qo'shnining do'konida kelishib ishlagansiz, lekin mehnat shartnomasi yo'q, soliq hisobotida ism sharifingiz ko'rinmaydi, ijtimoiy to'lovlar yo'q, bu davrni pensiyaga qo'shish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner bo'lsangiz ham, ishlayotgan bo'lsangiz rasmiy ishlang. Menga baribir pensiyam bor-ku demang. Bugun rasmiy ish sizga ish staji va kelajakdagi qayta hisoblash imkoniyatini beradi. Keling, oddiy raqamlar bilan ko'ramiz. Masalan, Anvar aka pensiyaga chiqqanda uning hisobga olingan ish staji 8 yil bo'lgan. Pensiyasi shartli ravishda 1.800.000 so'm deb olaylik. U pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil rasmiy ishladi. Agar bu 3 yil to'liq hisobga olinadigan bo'lsa, umumiy staj 37 yil bo'ladi. Pensiya formulasi faqat stajga bog'liq emas, ish haqi va boshqa ko'rsatkichlar ham bor. Lekin qo'shimcha staj pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Natijada pensiya 1.800.000dan 1.900.000ga, 1.920.000ga yoki undan boshqa miqdorga o'zgarishi mumkin. Aniq summani faqat pensiya jamg'armasi hisob kitobidan keyin bilish mumkin. Ikkinchi misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqanida ayrim eski ish yillari arxivda topilmagani uchun staj to'liq hisobga olinmagan. U 1994 yildan 1998 yilgacha tikuv sexda ishlagan, lekin hujjat topshirishda bu davr kiritilmagan. Keyin farzandi arxivdan ma'lumotnoma topib berdi. Bu opa hozir ishlamayotgan bo'lsa ham pensiyasini qayta hisoblatishga asos bor. Chunki muammo pensiyadan keyingi ishda emas, oldin hisobga olinmagan stajda. Bunday vaziyatda ariza yoziladi. Arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinadi. Pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Uchinchi misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin xususiy firmada haydovchi bo'lib ishlagan. Ish beruvchi unga hammasi rasmiy degan, lekin tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, ish haqi hisobotida u ba'zi oylarda ko'rsatilmagan. Aka 3 yil ishlaganman deydi, baza esa faqat 1 yil 8 oy ko'rsatadi. Bunda kadrlar buyrug'i, mehnat shartnomasi, ish haqi vedomosti soliq hisobotlari tekshiriladi. Agar ish beruvchi xatoni tuzatsa yoki hujjatlar asosida tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar hujjat topilmasa, og'zaki gap bilan natija olish qiyin. 4-misol. Muqaddas opa pensiyaga chiqqandan keyin o'zi band qilgan shaxs sifatida tikuvchilik qilgan. U har oy soliq ilozda faoliyatini yuritgan, ayrim to'lovlarni amalga oshirgan. Opa men ham ishlaganman deydi. Bu yerda albatta faoliyat turi
ro'yxatdan o'tgan sana, to'lovlar, qonunchilikda pensiya stajiga kiritilish shartlari tekshiriladi. Har bir mustaqil faoliyat avtomatik ravishda xodim sifatidagi mehnat staji bilan teng bo'lavermaydi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan yig'ish zarur. Eng katta xatolardan biri odamlar pensiya oshishi faqat ariza yozish bilan bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, ariza muhim, lekin ariza asosning o'rnini bosmaydi. Arizada siz pensiyamni oshirib bering deb yozasiz. Lekin davlat organi sizning ish stajingiz, ish haqingiz, to'lovlaringiz, hujjatlaringiz asosida qaror qiladi. Agar hujjat bo'lmasa, ariza kuchsiz bo'lib qoladi. Ikkinchi nozik jihat. Qayta hisoblash sanasi. Ko'pchilik men 3 yil oldin ishlaganman, demak 3 yil oldindan hammasini to'lab berishsin deydi. Lekin amalda qayta hisoblash qaysi sanadan amalga oshirilishi qonunchilikdagi asosga, murojaat sanasiga. Hujjatlar topshirilgan sanaga va xatolik kim tomonidan yuzaga kelganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar fuqaro hujjatni endi topshirgan bo'lsa, qayta hisoblash murojaat qilingan vaqtdan bo'lishi ehtimoli bor. Agar organ xatosi isbotlansa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shu sababli murojaatni kechiktirmang. Uchinchi nozik jihat, ishlovchi pensioner degani har doim ham bir xil to'lov oladi degani emas. Ayrim toifadagi pensionerlar, masalan, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, imtiyozli pensiyaga chiqqanlar bo'yicha qoida boshqacha bo'lishi mumkin. Yoshi bo'yicha pensiya, nogironlik pensiyasi, harbiy pensiya, maxsus idoraviy pensiyalar masalasida alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aniq turini bilmasdan umumiy xulosa chiqarmaslikni maslahat beraman. 4-chi nozik jihat, ish haqi yuqori bo'lsa ham pensiya juda katta oshib ketadi deb kutmang. Pensiya hisoblashda cheklovlar, hisobga olinadigan o'rtacha daromad chegaralari, formulalar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner pensiyaga chiqqandan keyin 1 million so'm oylik olgan bo'lsa, bu uning pensiyasi ham shuncha mutanosib oshadi degani emas. Qayta hisoblashda qonun belgilagan ko'rsatkichlar qo'llanadi. Shuning uchun real kutish kerak. Maqsad bo'yib ketish emas, qonuniy haqingizni to'liq olish. 5-chi nozik jihat, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ba'zi daftarchalarda muhr yo'q, buyruq raqami tushunarsiz, sana xato, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan. Qabul qilindi bor, bo'shatildi yo'q. Bularning hammasi pensiya hisobida muammo tug'diradi. Agar sizda shunday holat bo'lsa, oldindan arxivga murojaat qiling, ish joyining huquqiy vorisini toping, ma'lumotnoma oling. Hujjatni pensiya bo'limiga borganda birinchi marta qidirmang, vaqt ketadi. 6-chi nozik jihat, ish beruvchining mas'uliyati. Ish beruvchi sizni rasmiy ishga olgan bo'lsa, mehnat shartnomasi, buyruq, ish vaqti, ish haqi, soliq hisoboti to'g'ri yuritilishi kerak. Agar ish beruvchi siz pensionersiz, sizga rasmiylashtirish shart emas desa, bu juda xavfli gap. Pensioner ham xodim bo'lsa, uning huquqlari bor. Rasmiylashtirilmagan ish bugun ozgina qulay ko'rinsa ham, ertaga pensiya qayta hisobida, mehnat nizosida, jarohat bo'lsa kompensatsiyada, kasallik varaqasida muammo tug'diradi. Birinchi qadam. O'zingizning pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, pensiya tayinlangan paytdagi ma'lumotlar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv hujjatlari, agar bo'lsa, pensiya jamg'armasidan olingan hisob-kitob nusxasini yig'ing. Ko'pchilik pensiya qanday hisoblanganini umuman bilmaydi. Menga shuncha tayinlashdi deb yuradi. Siz esa bilishingiz kerak, qaysi yillar hisobga olingan, qaysi ish joylari kirgan, qaysi daromad olingan. Ikkinchi qadam, pensiyaga chiqqaningizdan keyin ishlagan davrlarni ro'yxat qiling. Oddiy daftar oling va yozing. Qaysi tashkilotda ishladim, qachon kirdim, qachon chiqdim, lavozimim nima edi, taxminiy oyligim qancha edi, ish rasmiy bo'lganmi, mehnat shartnomasi bormi, buyruq nusxasi bormi. Masalan, 2021 yil 5 yanvardan 2022 yil 3 iyungacha Baraka servis MSJda qorovul. 2022 yil 2 sentyabrdan 2024 yil 1 martgacha 15 maktabda xo'jalik xodimi. Shu ro'yxat keyin ariza yozishda juda kerak bo'ladi. 3-qadam, ish joyingizdan hujjat oling. Agar hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz. Kadrlar bo'limidan ishga qabul qilinganlik haqidagi buyruq nusxasi, mehnat shartnomasi nusxasi, lavozim va ishlagan davr haqida ma'lumotnoma, ish haqi haqida ma'lumotnoma so'rang. Agar ishdan chiqqan bo'lsangiz, sobiq ish joyingizga murojaat qiling. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxivni qidiring. Hokimlik arxivi, idoraviy arxiv, tashkilotning huquqiy vorisi, soliq organlari bazasi orqali ma'lumot topish mumkin. 4-qadam.
Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Odatda yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga borasiz yoki davlat xizmatlari markazi elektron xizmatlar orqali murojaat qilish imkoniyatini tekshirasiz. Murojaatda aniq so'rov bo'lishi kerak. Pensiyam kam deb yozish yetarli emas. Pensiyaga chiqqanimdan keyingi rasmiy ish stajim va to'langan to'lovlarimni hisobga olgan holda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Ariza mazmuni taxminan shunday bo'lishi mumkin. Men familiya, ism sharif, tug'ilgan sana, yashash manzilim, pasport yoki ID karta ma'lumotlarim, hozirda yoshga doir pensiya olaman. Pensiya tayinlangandan keyin falon sanadan falon sanagacha falon tashkilotda ishladim. Ushbu davrlar bo'yicha ish stajim, ish haqi va tegishli to'lovlarimni hisobga olib, pensiyamni amaldagi qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova qilinadi. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi ma'lumotnomasi, buyruq nusxalari va boshqa hujjatlar. 5-qadam, arizani albatta ro'yxatdan o'tkazing. Bu juda muhim. Arizani topshirib, qabul qilib oldik degan og'zaki gap bilan ketmang. Sizda kirim raqami, sana yoki elektron murojaat raqami bo'lishi kerak. Chunki ertaga javob kechiksa, hisob kitob noto'g'ri bo'lsa, qayta murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu raqam sizga dalil bo'ladi. Har bir hujjatning nusxasini o'zingizda saqlang. 6-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar pensiya jamg'armasi pensiyangizni qayta hisoblab oshirsa, yangi miqdor qaysi sanadan qo'llanishi va qanday asosda hisoblangani bilan tanishing. Agar rad javobi bersa, sababini yozma shaklda oling. Sizga tegishli emas degan og'zaki javobni qabul qilmang. Rad sababi yozma bo'lsa, siz kamchilikni tuzatasiz. Masalan, yana bitta ma'lumotnoma olib kelasiz. Ish haqi hujjatini to'ldirasiz. Arxivdan tasdiq olasiz yoki yuqori turuvchi organga shikoyat qilasiz. 7-qadam, hisob kitobda xato ko'rsangiz e'tiroz bildiring. Masalan, siz 3 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin javobda 1 yil 6 oy hisobga olingan bo'lsa, darhol so'rang. Qaysi davr kirmadi va nima uchun? Agar 2020-yil yanvardan dekabrgacha ishlagan bo'lsangiz, lekin faqat yanvar-iyun ko'ringan bo'lsa, demak ma'lumot uzilgan. Buni ish beruvchi bilan tekshirish kerak. Ko'p hollarda muammo pensiya jamg'armasida emas, ish beruvchi kiritgan hisobotda bo'ladi. 8-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men buni alohida aytaman. Ko'p pensionerlar hujjat, elektron tizim, ariza, portal, ID karta, SMS kod degan narsalarda qiynaladi. Farzandlar esa ba'zida pensiya olishyapti-ku deb e'tibor bermaydi. Aslida ota-onangizning pensiyasi 1000 so'mga oshsa ham, bu oyma-oy dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun katta yordam. Bir marta vaqt ajrating, hujjatlarni ko'rib chiqing, ariza berishga yordam bering. Birinchi xato. Arizada aniq davr yozilmaydi. Men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Sana bo'lishi shart. Qachondan qachongacha. Ikkinchi xato, tashkilot nomi noto'g'ri yoziladi. Masalan, odam maktabda ishlaganman deydi. Qaysi maktab? Tumani qaysi? Hozirgi nomi o'zgarganmi? Ilgari 12 maktab bo'lgan, hozir ixtisoslashtirilgan maktab bo'lishi mumkin. To'liq nom yozish kerak. 3-xato, hujjatlar nusxasi ilova qilinmaydi. Ariza bor, lekin dalil yo'q. Pensiya organi sizning gaplaringizni tekshirishi mumkin, lekin siz hujjat bersangiz jarayon tezlashadi. 4-xato, odamlar faqat og'zaki murojaat qiladi. Borib aytdim bo'lmadi deyshadi. Og'zaki murojaatni isbotlash qiyin. Yozma yoki elektron murojaat qiling. 5-xato, rad javobidan keyin to'xtab qolish. Ba'zida rad javobi yakuniy haqiqat emas, balki hujjat yetishmasligi natijasi bo'ladi. Siz sababni tushunib, kamchilikni to'ldirsangiz, keyingi murojaatda ijobiy natija bo'lishi mumkin. Yana bir muhim maslahat, har yili kamida bir marta pensiya va ish stajingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib boring. Ayniqsa ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiylashtirish va hisobotlar to'g'ri ketayotganini so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Men pensionerman. Ish beruvchini bezovta qilmay deb yurmang. Siz ishlayapsiz. Demak, mehnatingiz qonuniy aks etishi kerak. Agar sizning pensiyangiz qayta hisoblangandan keyin juda kam oshsa ham, hafsala pir bo'lmasin. Birinchidan, bu qonuniy pul. Ikkinchidan, keyingi umumiy oshirishlar aynan yangi pensiya miqdoridan hisoblanishi mumkin. Hujjatlaringiz tartibga keladi. Bugun kichik farq bo'lib ko'ringan narsa kelajakda boshqa imtiyoz, ustama yoki tekshiruvda foyda beradi. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun eng muhim qoida shuki, pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ish davrlaringiz, ish haqi ma'lumotlaringiz va to'lovlaringiz
to'g'ri aks etganini tekshirtiring. Agar asos bo'lsa, pensiyani qayta hisoblash uchun ariza yozing. Arizani aniq yozing. Hujjatlarni ilova qiling, ro'yxatdan o'tkazing va yozma javob oling. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni, ish joyidan ma'lumotnomalaringizni, pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Bu masalada beparvolik qilish mumkin emas. Chunki gap har oy olinadigan qonuniy pul haqida ketyapti. Siz ishlovchi pensionermisiz yoki yaqinlaringiz orasida shunday inson bormi? Pensiyani qayta hisoblatganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, mehnat huquqi va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.